Salom obunachilar. Bugun sizlar bilan men 7 Javohir va bugun biz Brawl Stars o'tgandik. Oxirgi kundan bitta avvalgi 9-kun. Bunda 5 ta Chaos Drop beriladi degan. Va hozir biz shuni sinab ko'ramiz. Va mana shu videoda men sizlar bilan birga mana shu 5 ta Chaos Dropni ochaman. Qani ketdik bo'lmasa. Va rostdan ham Chaos Droplarmi? Ha. Qani boshlaymiz. Süper. Epic. Music. Vay yok artık istemiyorum. O yana süper. Yok süper. Anlatımız kime yaptı? O epic. Yok. Bu üçüncüsüne. Yoksa. O Brezillik yaxşı. Yakında mevcut ama. Menimcha çalıştırıp yaxşı narsa tushmasak. Agar da 8 ta ultra bo'lmasa. Velociraptor's Lone Ranger, serving poolside justice while laughing at danger. His summer sun, his flip-flops echo loudly. 200 tanga nima qilaman 200 tangani. 5 ta random çalıştırib, lekin juda ham zo'r edi. Afsuski omadimiz kelmadi. Obunachilar bitta music, bitta epic, bitta rar, bitta superrar. Yangilanishiga hali bor ekan. Bo'lmasa mana shu zonani o'ynaymiz. Va mening accountim mana 6 ta bitta zaryad, 3 ta max, Shelly'ni 1200 taga chiqarganman maksimal obunachilar. İlk de 9'um var ekan. Desem yok. Kalan 9'larım pastda. Faqat ularni sovrin ekan. Mas el primini kuchaytirib qo'yaymi? Mana 7 ta güç berdi. Jesse'ga ham bor güç zaryad obunachilar. Jesse'ga va Colt Star Power'ga Buffy bor. Hamma epic'da ochganman. Mana bitta ham epic qolmagan bu yerda. Yaqinda men hamma brawlerlarni ochib tugataman. Yaqinda va men Megni ochaman. Bo'lmasa hozir klub uchun yutishga tayyor. 5 ta chipta va 5 ta yutishimiz kerak. Qani yuta olamizmi? Qani bo'lmasa ketdik. Zonada kim yaxshi? Qanaqa o'zi bu? Colt'ni tanlayman. Feymi? Berrymi? Fey yaxshi shekilli. Hali meni ikkinchi accountim ham bor obunachilar. Unda ham ochsak bo'ladi. Mortis biz ona juda ham qiyin obunachilar. Amalda bir jon va bitta o'q. Lekin ajoyib qadar. Bu zonada qaysi brawler tanlasam bo'laveradi. Hammasi bo'ldi.
Lekin agar iloji bo'lsa tekshiradigan tanlasa juda ham yaxshi bo'ladi. Snack run! Butter, believe it! Edgar uçup götürmeye getirdi. Vurtuşlat. Ya soğuğun alıp kaç. Pop and chop! Enjoy it while you can. Back on the grind. 3 refills on foot punch. Ya bu zonen biz kaçan gideriz? Ya şuraya tutuyoruz çıkıyor. Bu Piper zonası. Açlar mı? Piper. Gerçekten bir zaten yok bu zonada. Ne bu zona? Gadoy mu? How do I look? Hiç nimesi yok. Yaxşı Edgar. 30 saniye var. You get a kick out of this! Yine acayip günüm var. We shall meet again, my friend. 6, 5. Bence bu zona durrang bo'ladi. Hamma faqat bir-birini o'ldiradi, hech kim olib qocholmaydi. O'ldirsa. Nahotki Edgar olib qochadi. Alright, you get a kick out of this! We shall meet again, my friend. Ya, 3 refills on foot punch. We shall meet again, my friend. o yaxshi. Durrang bo'lsa qanday g'alati. Buttery. Chiqib chiqqan ayollarni. Leave me alone. Ana durrang. Shunaqa ham kuchli. 10 ta kill, 10 ta o'lim menda. Edgarda 12 ta kill, 10 ta o'lim. Frankda ham 11. Vuy Mortisda 125,000 damage yog'ibdi. Qanday qilib shunchalik ko'p kill qildi? Ha, chipta ayiribdi. Ram durrang uchun. Narga akkauntdagi Chaos droplarni ham ochamizmi? Hozir obunachilar. Va mana men juda e'tibor bermaydigan akkauntim. Bunda 3 ta sovg'a va 3 ta Chaos drop, 20 ta chipta va albatta bu yerda 5 ta Chaos drop. Qara buni sotishni boshladik. Call him the Purple Ranger. Superlar. Super rare. Nima super? Hatta abi ikkita bor. Yepik bitta dona bular. Nima berdi? Ikkita tugishdi, nima qilaman? Boyagi music yaxshi edi. Menda music bo'ldi o'zim akkauntimda. Yepik music. Bundan qoyil kuchaytirgich emas. Biyan o'zimi? Qoyil biya berdi. Bu akkauntda foyda bo'ldi. His back brighter than the summer sun. His flip-flops echo loud like a warning drum. No cannonball too small, no puck too mean.
Biyaga skini ham bor ekan bakın bu akkauntda. Bilmagandim. Endi box va Chaos droplarni olishga harakat qilamiz. Qani videomiz qancha bo'ldi? 10 minut. Hali normalni. Uzoqdan otishga kim yaxshi? Shellimi? Bence shunisi yaxshi, Shelly yaxshi yo'q. Obunachilar 7 javohir bersa, ya'ni meni kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Buni hech qachon unutib bo'lmaydi. Men haligacha ham obunachi to'play olmayapman. Sizlar yordam beringlar obunachi to'plashimga. Yaxshi jon qo'shib qoldi. Super atakaga ulgurmadim. Kech to'ldi super ataka. Yaqinda giper zaryad to'ladi. Ne bu ikti? Ke. Headshot. Ha, Miko, meni o'ldiraman deb o'yladim. Adashasan. Çünkü mevzunun adamı var. Nahotki ular yutdi. Nahotki bitta kill edi obunachilar. Mayli. Yaqinda ko'slarni bajarib olamiz. Yana bir marta o'ynaymiz-da. Nima qilamiz boshqa? Kenji. Mana shu Kenjini o'zim Legendary Star Drop'dan tushirib olganman obunachilar. Mencha Brawl Pass'dagi 50-legendarydan bo'lsa kerak. 50gacha yetib borganman, namcha qotyapti. 50gacha yetib borganman va Legendary Star Drop'ni olganman, ochganman va menga Kenji deb tushgan. Meni omatimni ko'ryapsizlarmi obunachilar? Omatim VIP meni omatim VIP. Kenji ham tushirganman. Bitta o'rtog'imga Cardeli tushirib berganman. Unisi Angelik dropdan edi. Uni tushirish haqiqiy qiyin. Yana Angelik. Hamca giper zaryadli test bo'lyaptimi? Odatdagidan. Yo'q, Brok o'lma. Brok, sen olsang tamom, ular yutadi. Shuni ko'rding. Yana boya o'yinda ham xuddi shunday bo'lgan. Yo'q. Nima uchun omadsizman, nima uchun? Gigi. Yana bitta buff ochaman yaqinda. 8 ta game tikib ochib yuboraymi? Ya, atiga 24 tanga 41 ta kuchaytirgich kerak ekan, bari.
Ha, sovg'adan tushib qolsa-chi? Kim bunda fen yaxshi-da. Da, конечно, fen yaxshi. Faqat giperzaryadni yo'q, bu yaramas fenni yo'q. Imkonim. Okay, challenge accepted. Namicha oson? Boyaga o'yinlarda It's time for some action. 20-19, 20-18 chiqib yutolmay o'tirgan odam mana. Ya, qayoqqa qarab tepib endi men buni? Olib ketibdi meniki u. Tezroq klipdan olgacha olib borolmay. Va sovg'a. Qani sovg'ani ochamiz. Epikgacha bordi. Va bugungi videomiz tugadi obunachilar. Sizlar bilan 7 javohir BS bo'ldi. Va ko'rishguncha xayr deb qolamiz obunachilar.